Birodarlar, asabingiz shu darajada charchab ketganki borku, mana ishdan uyga kelgan vaqtingiz qolib, to'riqib, asablar zixlanib, qon tomirlar torayib, tortishib kelgan vaqtlaringiz xotingiz bok, shundoq ko'zingizga bok, ajdorxo kabi ko'rinyapti. Ba'zi bir ayollar uy ro'zg'or ishlari bilan charchab toliqib, uy xislik, yurak og'riq kasalliklariga duchor bo'lgan xo'jayini shunday kelgandan gap talashib qoladi, eri shirikka o'xshab ko'rinib qoladi-ku. Ya'ni nevroz, nevralgiya, ensefalopatiya kasalliklari bor, yurak og'rig'i, ana shularda bok, shunaqa yechimi bor, qarang, go'zallik, xushbo'ylik, nafosat bilan davolaning. Mana oddiygina atirgul gul barglarini shundoqqina yoyamiz, tozalab yaxtay suvga yuvib olib, 600 gram qaynoq dog' suvga solamiz va yarim soat, 1 soat damlaymiz. Tushunyapsizmi? 200 gramdan ochib qoringa ovqatdan oldin 3 mahal iste'mol qilamiz. Er va xotin bemalol qo'rqmasdan iste'mol qilavering. Hattoki bu diuretik hisoblanib, buyrak, peshob yo'li va qovuqdagi tiqilindi qum tuzlarni ham tushirib yuborish xususiyatiga tibbiyot va tabobatda o'z isbotini bok, 100% oqlab isbotdan qilib bergan giyohlardan hisoblanadi. Million pullarga kapsula ximikatlarni olib ichguncha mana ona tabiat bizga bergan tabiiy ne'matdan foydalanib qo'ya qoling. Xudo xolasa 2-3 oyga men aytgan barcha yuqoridagi kasalliklardan mutlaqo qutulib ketasiz. Do'stlar, agarda video roligimiz yoqsa, like, report, obuna esdan chiqmasin. Xullas sog' salomat bo'lasizlar, Allohga omonat xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang. Cholingizni ham asrang, abjalarim.